Muhim xabar: Kreml yana keskin bayonot bilan chiqdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 3-jahon urushi haqida gapirdi va Moskva Ukrainaga yaqin hududlarda bufer zona yaratish ishlarini davom ettirishini ma'lum qildi. Bu esa urushning yanada kengayishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Xo'sh, Kremlning bu bayonoti nimani anglatadi? Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Shveysariyaning World Watch nashriga bergan intervyusida Rossiya hech qachon 3-jahon urushini boshlamasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya juda katta va mas'uliyatli davlat bo'lgani uchun bunday qadamga bormaydi. Shu bilan birga Peskov Moskva o'z xavfsizligini ta'minlash uchun barcha zarur choralarni ko'rishini ta'kidladi. Kreml vakilining aytishicha, Rossiya Ukrainadagi urush boshlanishidan ancha oldin o'z xavfsizligiga tahdidlar borligi haqida ogohlantirilgan, ammo bu gaplarga hech ham e'tibor bermagan. Peskovning fikricha, Ukraina Rossiyaga qarshi qaratilgan turli qurollarni joylashtirish uchun hududini berish mumkin bo'lgan davlatga aylantirilgan. U shuningdek, Rossiya Yevropa uchun tahdid emasligini, aksincha, G'arb mamlakatlari o'z aholisiga Rossiya xavfi haqidagi fikrni majburan singdirayotganligini aytdi. Ammo Peskovning eng muhim bayonoti boshqa masalaga taalluqli bo'ldi. U Rossiya armiyasi Ukraina bilan chegarada xavfsizlik zonasi, ya'ni bufer zona yaratish uchun ishlayotganligini tasdiqladi. Uning aytishicha, bu ishlar tizimli ravishda davom ettiriladi va Rossiya chegara hududlariga bo'layotgan tahdid to'liq bartaraf etilmaguncha to'xtamaydi. Bufer zona masalasi aslida yangi emas. Vladimir Putin avvalroq Rossiya Ukraina chegarasi bo'ylab sanitar zona yaratish g'oyasini ilgari surgan edi. Endi esa Kreml bu rejani amalda kengaytirishga tayyorlanayotgandek ko'rinmoqda. Bu esa urush faqat front chizig'ida emas, balki chegaradosh hududlar bo'ylab ham yangi bosqichga kirishi mumkinligini anglatmoqda. Shu bilan bir paytda Ukraina ham Rossiyaga bosimni kuchaytirishda davom ettirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 6-iyunga o'tar kechasi Ukraina Azov dengizida Qrimga benzin olib ketayotgan Rossiyaning 2 tankeriga zarba bergan. Gap kapitan Barmin va Sonar 4 kemalari haqida bormoqda. Har bir tanker taxminan 7000 tonnadan yoqilg'i tashigan. Hujum Ukraina harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlikda amalga oshirilgani aytilmoqda. Bu hujum nimani anglatmoqda? Avvalo, Ukraina Rossiyaning nafaqat quruqlikdagi, balki dengizdagi logistikasiga ham zarba berishga urinayotganini ko'rsatmoqda. Yonilg'i tashuvchi tankerlarning nishonga olinishi Rossiya armiyasining ta'minot yo'llariga bosimni kuchaytirishi mumkin. Bu esa urushning ko'lami kengayib, endi nafaqat front, balki dengiz va chegara hududlarida ham keskinlashayotganidan darak bermoqda. Xulosa qilib aytganda, Kreml bir tomondan 3-jahon urushini boshlamaymiz demoqda, boshqa tomondan esa Ukraina bilan chegarada bufer zona yaratish va xavfsizlik choralarini kengaytirish haqida gapirmoqda. Ukraina esa bunga javoban Rossiya ichkarisiga va logistika yo'llariga zarbalarni kuchaytirmoqda. Bu esa Rossiya Ukraina urushi hali uzoq davom etishi va yanada xavfli bosqichga kirishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Sizningcha Rossiyaning bufer zona rejasi urushni yanada kengaytiradimi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.